Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. G'ishtli Novostroykadan Sergeli Yangihayot tumani 8-hududdan chiqdi. Ko'rib turibsizlar. Shunaqa chiroyli domimiz fasadini 2 xona 3 xona qilingan, 66 kvadrat, juda yaxshi fayzli xonadonimiz. Aboylar qilib qo'yilgan, va yevro remont qilingan, bizmebel texnikalik yaxshi xonadon sotuvga chiqdi. Videoni davomida aytib o'tib ketaman, narxlari bilan uyni ichini arzorni qilib o'tib ketaman. Telegram kanaliga o'tsanglar, rasmlari ham bor. Pastda nomerni qoldirib o'tib ketaman. Ko'rib turibsizlar. Tashqari manzaralari ham chiroyli qo'yilgan, daraxtlar ekib, planshetkalar ham juda akkuratli. Maktab bog'chaga yaqin, transportga yaqin, hamma narsaga yaqin. Metrolarga ham uncha uzoq bo'lmagan joyda joylashgan. G'ishtlik 7 etajlik Novostroykamizning 2-etajda joylashgan uyimiz. Xonadonimizga ham kirib oldik. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqa koridori bor. Aboylar qilib qo'yilgan, chiroyli qilib remontlari bor. Bu xonamiz spalni, родительский spalni qilib qo'yilgan. Endi bizmebel texnika, o'zlaringizga mos mebel texnikalar olib yashasanglar bo'ladi. Bu xonamiz zal qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar deytizki. Bu ham xuddi shunaqa, ikkita xonani razmeri bir xil. Bu ilgari bitta xona bo'lgan, 6 ga 6 lik zal bo'lgan, 2 ga bo'lishgan. Shtobi uyimizning kvadrati 66 kvadratligi uchun juda katta, juda fayzli xonadon. Olgan odam mazza qilib yashaydi. Tem bo'lgan ikki tarafga qaragan, skvoznoy deyiladi. Havo aylanishi juda zo'r. Bitta narsani yana ta'kidlab o'tib ketaman. Mana bu yerda Minerva City tushgan, mana ko'rib turibsizlar, Minerva City. Agar bu Minerva City keyinchalik agar yana ko'tarilib ketsa, bu uylarimizning narxi ham juda oshib ketadi. Bu uyimiz 2 xona, lekin 3 xona qilingan, juda akkuratli xonadonimiz. Narxi ham zo'r narxlarda qo'ydik. Bu yoq sanuzillari ham alohida daji. Ko'rib turibsizlar. Hojatxonasi bu. Hamma narsani alohida joylashtirilgan. Oshxona mebellari ham bor. O'ziga yarasha 2 xona bo'lgani bilan 2 xonani Sergeli bo'yicha eng katta planirovkalardan biri. Parkovkaga muammo yo'q. Bog'cha, maktab yonida. Ko'rib turibsizlar. Anaqalar ham, planshetkalar ham yaxshi. Etajiga keladigan bo'lsak, etaji shunaqangi zo'r. 2-etajda joylashgan g'ishtlik dom. Bu uyimizni ipotekaga beramiz, ipotekaga ham qilib beramiz va naqdga ham juda chiroyli narxlarda qo'yganmiz. Narxga keladigan bo'lsak, 64,5 ming. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolisa tepasida savdosi bor. Yaxshi xonadonimiz. Olgan odamga ham juda zoir xizmat qiladigan xonadon. Misol uchun investitsiya uchun ham ishlasanglar bo'ladi. Bunaqangi uylarni bitta surishtirib ko'rsanglar, Sergelida 66 mingdan pastiga yo'q. Metroga ham qulay, transportga ham qulay, hamma tarafga qulay. Sergeli shu Yangihayot tumanining eng yaxshi hududlaridan biri, 8-hudud. Misol uchun tanishinglar, qarindoshinglar bo'lsa, bemalol so'rasanglar, aytadi 8-hudud qanaqangi joy desanglar, juda yaxshi, akkuratli joy. Bemalol aloqaga chiqib so'rashingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.